o'sha vaziyat. Xo'p, Timur Kapadze jahon chempionatigacha yana kimlarni sinab ko'rish kerak deb hisoblaysizlar tarkibda? Bormi shunaqa variantlarimiz? Asosiy tarkibdan tashqari o'zim mana shu yaxshi sinovlar. Yo'q, endi bu 1 yillik sikl. Anaqa Sanjar jahon chempionatiga tayyorgarlik bosqichi 1 yillik sikl. Men o'ylayman, u har xil turga bo'linadi. Masalan, FIFA kunlari bor, qishki yig'inlar bo'lishi mumkin. Bu FIFA kunlarida biz qanaqa raqibga qarshi o'ynashimizga bog'liqda. Aytaylik, qo'shnilarimiz yoki qit'adoshlarimiz bilan o'ynasak, yana o'zimizdan pastroq bo'lgan milliy jamoalar bilan o'ynasak, qanaqadir rotatsiyaga Superligada o'zini ko'rsatayotgan yo qayerdadir nechadir jamoalarimizda o'zini yaxshi ko'rsatayotgan futbolchilar sinab ko'rishi mumkin. Lekin o'ylayman, mana gap so'z chiqdi-ku Argentina degani. endi tasdiqlanmagan bo'lsa ham tasdiqlanmagan Xitoyda o'ynash mumkin ekan. Ko'p agar unaqa jamoalarga baribir unaqa qilmaydi. Baribir o'sha kastak deymiz-ku ruscha, unaqa o'zagini olib boradi baribir. Lekin albatta har xil bu yerda tarkibni rotatsiya qilib ko'radi, taktikalarda har xillik qilib ko'radi, chunki biz jahon chempionatida bir xil jamoalar bilan o'ynamaymiz. Albatta guruhimizda qanaqadir top terma jamoa bo'ladi, ikkinchi darajadagi terma jamoa bo'ladi guruhimizda. Biz ko'p ehtimol Osiyodan biz 4-chi tushamiz-da. Deyarli agar Okeaniyadan yoki bu nima deydi, Lotin Amerikasidan bironta jamoa tushib qolmasa-da, yo 4 bo'lamiz yo 3-chi jamoa bo'lamiz. Omadimiz kelsa 3-chi jamoa bo'lamiz, yo bo'lmasa umuman 4-chi jamoa bo'lamiz. Shuning uchun har xil jamoalar bilan o'ynaganda baribir har xil rotatsiya qilib ko'radi, boshqa qiladi va o'sha davrda kim qanaqa sport formada bo'lishi ham juda muhim. Hozir men qo'rqayotgan tarafim yetakchilarimiz. Yetakchilarimizda qanaqadir ular o'ziga bir katta missiya qilib oluvdi-da, endi necha yillardan beri biz jahon chempionati yo'llamak qo'lga kiritishimiz kerak deb. Bu katta missiyani bajardik degan bir qanaqadir yelkadan anaqa tushdi. Xotirjamlik. Xotirjamlik boshlanib, bu xotirjamlik boshqa narsaga o'tib ketib qolmasin degan xavotirim bor. Endi ular baribir professional, buni hammasini to'g'ri tushunadi. Bu milliy jamoada yetakchilik bo'lish bu siz kuniga tinimsiz mehnat qilib, o'zingiz o'ynaydigan klubingizda ham yuqori sport formada yurishingiz kerak-da. Muttasil-da, endi shunaqa bo'lish kerak, boshqa iloji yo'q-da. Agar qanaqadir bo'ldi, biz jahon chempionatiga chiqdik, biz tarixga kirdik, bo'ldi degan anaqa narsa bo'lsa, bu agar ularning o'yiniga bu narsa ta'sir qilsa, bu milliy jamoaning ham o'yiniga ta'sir qiladi. O'rtoqlik o'yinlar masalasi. 7 tami 8 ta o'rtoqlik o'yiniga imkoniyatimiz bor, yanglishmasam jahon chempionatigacha. 4 tami 4 martacha FIFA kunlari bo'lsa, undan ko'p. 2 tadan o'tkazganda ham ba'zi qit'alarda jahon chempionati saralashi endi boshlanyapti. Yevropada. Ba'zilari boshlangan, ba'zilari Yevropada sentyabr boshlanadi. Ular o'sha Norvegiya chiqdi deyarli. Iyun martda tugatadi, shunaqa bo'ladi. Qisqasi mana bunaqa. Hozir aniqini biz bilmaymiz, kim bilan o'ynaymiz, lekin hamma FIFA kunlarimiz bo'sh. Meni eshitishimcha, hali tasdiqlanmagan xabar, hech qayerda rasman o'qimadim. Sentyabrda 2 ta FIFA kunida kafa turniri o'tkaziladi. Biza Toshkentda o'tkaziladi degan gap bor. Ya'ni kafa turniri degan Eron tish bo'lsa, Eron ham keladi. Agar Eron o'zi qatnashmasa, bu kafa turnirini o'tkazishdan anaqa ma'no yo'q to'g'risini aytaman, chunki nima qilamiz, bizga nima kerak? Biz Eron bilan hammaga hurmat saqlagan holda, Eron bilan o'ynashimiz kerak. Agar u bo'lmasa, 2 ta o'yin o'tkazadi. 2 ta FIFA kuni bor. Oktyabrda 2 ta FIFA kuni bor. Noyabrda 2 ta FIFA kuni bor. 6 ta o'yinmi? Keyin qishki yig'inlar bo'ladi. Menimcha Timur Kapadze bilan foydalanadi. Qanaqadir o'sha klublar bilan kelishgan holda futbolchilarni bir yig'ib qanaqadir anaqa o'tkazadi. Undan tashqari keyin martda FIFA kunlari bor. Martning oxirida unga yig'iladi. Keyin aynan jahon chempionatidan oldin o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'ladi. Buni endi ko'p ehtimol Qo'shma Shtatlar o'zida o'tkazishi mumkin. Bu yerda ob-havosiga moslashish, adaptatsiya hammasi qanaqadir o'rtoqlik o'yinlari. Endi buni rejasini menimcha assotsiatsiya shug'ullanayotgan bo'lsa kerak, Timur Kapadze bilan birgalikda e'lon qilsa bilamiz endi. Keyin qur'a tashladi-yu. Qur'a tashalgandan keyin boshqalarni ham talabgorga aylanish mumkin. Masalan, bizga o'xshab o'ynaydigan qaysi raqib tushsa bizni talashamiz. Ispaniya Eronga tushadigan bo'lsa, Ispaniya majbur O'zbekiston bilan o'ynashga. O'zlari chiqishadi. O'tiramiz, yalinishamiz. Argentina varianti ham o'z-o'zidan chiqmayapti-da. Argentina bizga o'xshab jahon chempionatiga chiqib olgan. Aniq guruhida Osiyodan kimdir bo'ladi. Biz ham bo'lishimiz mumkin. Boshqasi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ynashi tabiiy-da. Keyin Argentina Xitoyda Xitoyda ekan. Ular pul ishlash uchun ham boshqa uchun o'sha Nikimbayev Alisher aka yozuvdi. Va O'zbekiston ham agar o'sha joyga boradigan bo'lsa, bundan ikkita tomondan foyda ko'radi. Tabiiyki Argentina ko'proq foyda ko'radi. Hozir Argentinani uyida bo'ladigan bo'lsa, Argentinani huquqi bo'ladi. Argentina ko'proq foyda qiladi va ehtimol biz to'lamasligimiz mumkin. To'lamasak ham katta gap o'zi, bunday o'ylab qarasam. Bizda Bunyodkorda bo'ladigan bo'lsa, 4-5 million bo'lib ketadi agar Messi keladigan bo'lsa. Chunki futbolchiga ham bog'liqda bu narsa. Qaysidir yili o'sha Maradona bilan Messi qo'shilmaganda 400-500 ming bo'lgan ekan. Messi bilan Maradona qo'shilganda 4 barobar 5 barobar oshib ketgan. Maradona murabbiyligida.
bular taklif qilishgan, shunaqa summalarni aytishganda, o'sha tomondan qur'a ham ko'p narsaga oydinlik kiritamiz. Braziliya qiziqib qolishi mumkin. Iordaniyani ham talab, Iordaniyaga ham o'xshab ketamiz deb hisoblaydi endi ular hozir Osiyoni biz shu fors arab usluban yaqin deb hisoblaydi. Endi G'arbiy Osiyo futboliga o'xshash. Iordaniya Eronga ham o'xshaydi futbol. Eron bilan juda o'xshashligimiz ko'p. Ayniqsa Eron futboli, o'zbek futboli juda. Iordaniya ham o'xshash. Iordaniya ham biz deyarli biz bilan bir xil futbol ko'rsatadi. Masalan, Yaponiya, Koreya boshqacha, Avstraliya boshqacha, arablar boshqacha. O'sha arablar bu Saudiya, Qatar, Bahrayn, Amirlik, Kuveyt, Omonlar boshqacha. Iordaniya unchalik Iordaniya, Suriya, Iroq bu o'sha biz va Eronga Marokash yaqinroq futbolda, ularniki toza arab futboli emas. demak Xitoyda bo'lishi mumkin. Endi buni ko'ramiz hozir oldindan Mumkin, u gap. Lekin men ishonchim komil, aniq FIFA kunlaridan foydalanadi yoki safarda yoki uyda baribir biz o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazamiz, chunki bu tayyorlov bosqichining bir qismi. Lekin kattaroq jamoalar bilan bo'lishni xohlaydi. Hamma iloji yo'q. Kattalar Faqat Osiyo bilan. Yo'q, hamma o'zi shundoq ham so'nggi yillar tan berish kerak assotsiatsiyaga. Biz hattoki o'sha Osiyo Meksikalar bilan o'ynadi-yu. Osiyo Kubogiga tayyorgarlik bosqichida Meksikalar bilan o'ynadik, to'g'rimi? Kolumbiya, Meksika hamma AQSh bilan o'ynadik. Undan oldin Senegal, Kamerun bilan o'ynadik. O'zi oqlar ko'klar o'ynamay qo'yganimiz qancha bo'lib ketgan Sanjar? faqat shu saralashda o'ynadik-da bir ikkitasi bilan. Lekin men qo'shilmayman bitta fikrga. Faqat biz to'p jamoalar bilan o'ynadik. Yo'q, bu yerda Temur Kapadzening xohishi, uning murabbiylar shtabining o'yinga rejasi juda muhim. Biz Bangladesh bilan o'ynash kerak desak, Bangladesh bilan o'ynashimiz kerak. O'sha rotatsiya uchun kerak. Biz chunki faqat to'plab, mana nima bo'ldi futzal terma jamoamiz. Sanjar, o'tgan jahon chempionati mezbonimiz. Xohlagan jamoa bilan o'ynadik. Braziliyaga ham borib o'ynadik. Necha karra jahon chempioni futzaldan-da. Ispanlar bilan ham o'ynadik, boshqa qildik. Eng pastki natijani ko'rsatdik. Boshqa safardagi jahon chempionatlarimizda ham natijani ko'rsatdik. Qatar jahon chempionatini olgan bo'lsa biz ham shunday. Qatar ham xuddi shu ish qildi. Qatar mezbon dedida, birovlar pul to'lab Qatar bilan o'ynadi. Nima bo'ldi? Top guruhlar bilan o'ynadi, hammasidan yutqizdi. Futbolchilarning psixologik anaqasi dabdala bo'ldi. Qatar hech bola qila olmadi uyda. O'shaning uchun bu yerda aniq strategiya kerak. Haqiqatan ham bu endi murabbiylarning mahorati. U masalan Argentina bilan o'ynash uchun Argentina bilan o'ynamaslik kerak. Uni taroziga qo'yish kerak. Nima bo'ldi Messi bo'lsa? O'z to'g'ri so'nggi yillar menga Argentina bir yildan beri yoqmayapti. Qaysi kim bilan o'ynasa anaqa qilib yuradi. Ko'chaning bolalariga o'xshab ishkal qilib, razbor qilib sen bilasanmi biz jahon chempion. Ulardan ham oldin kimlardir jahon chempion. Yo'q, Messi ham yurishi anaqaga o'xshab, mafiyozga o'xshab. To'g'risi, hozir Miami'da qilishyapti shu ishni. Argentina bilan o'yin bizning milliy jamoamizga naf tegadigan bo'lsa o'ynaylik. Uni nimaning ham shaqir shuqurga ishqibozmiz deydi-yu. Nomiga. Qo'shnilarimiz bosh murabbiy tomonidan aytilgan gapga o'xshab qoladi. Mana biz Mbappe bilan o'ynayapmiz. Kerak emas bizga. Kelyapti, lekin qanday kelyapti? O'zlari tanqid qilishyapti-yu. Shunaqa o'ynayverib, biz avtobus terma jamoa tashkil qilib oldik o'zimizga. Ya'ni butunlay yotib o'ynaydigan, bu juda yomon dedi. Odam yaxshilar bilan, kuchlilar bilan o'ynayverib, Liechtensteinda shunaqa qo'yandi. Mayda davlatlar bor-ku. Lyuksemburg, Liechtenstein, Andorra, San o'yin intervyusini Belarusga o'tkazgan payti aytib turibdi-da. Grandga emas. Ligada. Tushunarli. Xo'p,